Moqis aka, aytdim men sizga qistamay turing deb. Yuqorida turganimga e'tibor bermang. O'zim yuqoriga chiqqan bilan bu joyning bahosini ancha pastga tushirib qo'ydim. Yer maydoni Osiyolikli uyimizning usti bosilgan to'qlari o'tilgan. Videoni oxirigacha ko'rib, bir planlarni tomosha qilib chiqing. Oxirida bahosini aytib, adresini tushuntiraman. Lekin joydamay turingiz kerak edi, ana shu joy sizga nasib etar edi. Ketdik. Uyimizdan kirishi shunday ko'rib turganingizda katta hol bo'ladi. Kirganda o'ng qo'limizda ulli bir zalga joylashgan, uyimiz laydan solingan. To'g'risida ko'chaga qaragan katta bir spalniymi, spalniyalar ham ulli olingan. Bunday kichkina emas. Üstlerining bostirishlarına e'tibor bering. Bu yog'imizda o'rtada yana bir katta spalniyasi, ana aynasi orqada qoplanma ne bor, garaj bor, garajga qaragan. Burimiz kundalik o'tirgan katta hol etilgan. Qarasangiz, kundalik o'tirgan hol emas, yo'l verib zal etsangiz ham bo'ladi, ikki zal, ikki spalniya bo'ladi. Bu yoqda kuxnyani esa ham kundalik o'tirishga, ham kuxnya etib qo'ysangiz bo'ladi. Потому что kuxnyasi ham keng olingan. To'ri esa vanna sanuziliga kir yuvish xonasi shunga moslab qoldirilgan. Bu yoqda esa chetagi mana chetaklarni ko'rib tursiz, yozning kuni ajoyib etib spalarni qo'yib o'tirsangiz bo'ladi. Ustlarini yovg'an polni. Endi uyimizning orqa tarafına kelamiz. Mana qaptali ko'rib turgan eshigingiz garaj bo'ladi. Ulli garaj videoda ko'rib turganingizday. Bu yoqimizda esa polni mana o'zining chegarasi lay bilan zabur aylanib yo'g'ilgan, malxonasi qo'y qorasi ishlangan. Ana muyishina tandir qo'yib, mangallar qo'yib ishlasangiz bo'ladi. Buna to'proqlarni yayib, atsizlarni ham ishlasangiz uyimiz ana shunday anjir uy bo'ladi. Uyimizning adresi Taza aeroportda Tamara to'yxonaning to'g'risidan kirib kelsanglar ham bo'ladi. Tamar to'yxona to'g'risidan yetmay burun ko'cha bor, asfalt ko'cha, beton ko'cha, o'ndan kirib kelsanglar ham bo'ladi. Uyimiz o'rtada, zo'r lokatsiyada joylashgan, to'qlar o'tib turibdi, ustida bosilgan yer maydoni olso'tik. Bahasi 220 million aytilyapti. Dokument prямо aytishga o'ta tag'in bo'lib tayyor bo'lib turibdi. Dokumentlarni o'zimiz sразу оформление etishga yordam beramiz. Bemalol kelib ko'rishingiz mumkin. Pastda nomer qoldiramiz, kelib ko'rasizlar. Telefon etinglar, mashinangiz yo'q bo'lsa o'zimiz aytib ko'rsatamiz. Bemalol, hech muammosi yo'q. Bahasi qatib qolgan yer emas. Bahasini egallarining o'zi hal etadi. Qayta tag'in yerimiz bor, savdolashamiz deyotir. Kelib egalar bilan savdo etaverasiz. Sizlar bilan men ixtiyorim Minchanovich. Videoga like bosib, yaqinlaringizga yuborib qo'ying.